Assalomu alaykum, hurmatli omadaşlarimiz. Navbatdagi ko'rsatib o'tadigan avtomobilimiz 2016-yilda ishlab chiqarilgan, kuzov 2017. Holatlari zo'r. Bir qator ko'rsatib o'tamiz. Oldindan faqat Gaynatos xarajatlarini berasizlar. Oylik to'lovlari 4 yil 2.400.000 so'mdan avtokreditda chiqariladi. LED farlar qo'yilgan. Kraskalar nadamkada ustalar bilan ko'rib olasizlar. Shu ikki eshik bilan krelda uzoq bo'yli kraska bodadi egasi. Hozir ko'rsatib o'tamiz. Metan gazmonlar uстановка qilingan. Kraska bo'lgan bilan ichine o'tmagan hurmatli obunachilar, yana kontochkalarini ko'rsatamiz. Mana kontochkalari joyida. Stoykalari hammasi butun. İçlarning holati avtomat korobka, metan prostoy. Zavodskiy qo'llantiribdi. Kuzov 2017. Avtomobilimiz pravosiz avtokreditda chiqarsa bo'ladi. Pasport bo'lsa bo'ldi, 18 yoshdan 60 yoshgacha avtokreditda chiqaramiz. Avtomobilimiz kimga qiziqadi bo'lsa, pastdan nomerlarimizni qoldiramiz, diğer avtoga kelaverasizlar. Sotiladigan mashinalar o'z bo'lsa, kelsangiz qo'llangancha sotish ham yordam beramiz. Diğer avtoda sizlarni kutib qolamiz.